Assalomu alaykum hammaga. Siz My Film News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan yaqinda premyerasi bo'lib o'tgan O'rgimchak Noir serialini to'liq tahlil qilamiz va serial haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki serial ko'rishga arziydimi yo'qmi? Aytaman, qani unda boshladik. Voqealar 1930-yillardagi Nyu-Yorkda bo'ladi. Ben Reilly bir paytlar shaharning yagona niqobli qahramoni The Spider bo'lgan. Uning o'rinchak kuchlari bor, lekin sevgilisi Ruby vafot etgandan keyin qahramonlikni tashlab xususiy detektivga aylanadi. Bir kuni oddiy ko'ringan ish unga topshiriladi, ammo tergov davomida u shahardagi mafiya, korrupsiya va sirli tajribalar bilan bog'liq katta fitnaga duch keladi. Ben Reilly aslida urush qahramoni va yuzlab askarlarni qutqargan qahramon edi. Aynan o'sha qahramonligi vaqtida kuchlarini orttirgan. Ben va uning jamoasi bir hududdan odamlarni qutqarishadi. U yerdagi odamlarning ustida tajribalar o'tkazishgan. U yerda elektr odam, qum odam, ilon odam, o'la odam va yana har xil mutatsion kuchlarga ega insonlar bo'ladi. Ben esa o'rinchakka aylangan odamni qutqarmoqchi bo'lganda uni tishlab oladi va hammasi shu joydan boshlanadi. Serialning birinchi-ikkinchi qismlarida Ben tergovlar olib bo'ladi va tergovni mafiya boshlig'i Silverman tomon olib boradi. Silverman butun shahar jinoyat olamini boshqarayotgan bo'ladi. Shu bilan birga Ben uzoq yillardan beri ishlatmagan o'rinchak kuchlarini yana ishlata boshlaydi. Shu ish sababdan 3-4 qismlarda Ben Silverman odamlar ustidan kuzatuv olib boradi. Bu yerda Sandman, ya'ni qum odam paydo bo'ladi. Bu film Markoning Noir versiyasi bo'lib, serialdagi eng xavfli dushmanlardan biri hisoblanadi. Ben bilan bir necha marta to'qnashadi. Shuningdek, Tombstone ham voqeaga qo'shiladi. U Silvermanning eng kuchli jangchilardan biri hisoblanadi. 5-6 qismlar syujetning eng qiziq joylari shu yerda boshlanadi. Ben odamlar ustida o'tkazilgan maxfiy tajribalarni aniqlaydi. Ayrim jinoyatchilar o'sha tajribalar tufayli g'ayritabiiy kuchlarga ega bo'lgan. Serialda urush faxriylaridan foydalanilgan tajribalar haqida ham gap boradi. Megawatt ismli yovuz paydo bo'ladi. U elektr energiyasi bilan bog'liq qobiliyatlarga ega. Ben esa kuchlarini qayta tiklashga harakat qiladi, ammo u avvalgidek kuchli emasligi ma'lum bo'ladi. 7-qism Silverman shaharni to'liq nazorat qilishga yaqinlashadi. Benning kuchlari izdan chiqadi va u deyarli mag'lub bo'ladi. Shu qismda ko'plab xiyonatlar va kutilmagan sirlar ochiladi. 8-final qismda barcha asosiy yovuzlar bilan yakuniy jang bo'ladi. Ben Silverman imperiyasini yo'q qilish uchun oxirgi urinishni qiladi. Finalda bir nechta muhim qahramonlar halok bo'ladi va Ben nihoyat o'z taqdirini qabul qilib, yana shaharning himoyachisiga aylanadi. Final 8-qismda ikkinchi mavsum uchun ham kichik ishoralar qoldirilgan, ya'ni titrlardan keyingi sahnalar. Serialda qum odam, olov odam, elektr odamning kuchlari bo'ladi, lekin shuncha vaqt uyg'onmaydi. Lekin bitta qari ayol doktor ular ustida tajriba o'tkazadi, ularni davolash uchun, lekin ularni davolash o'rniga kuchlarini chiqarib yuboradi. Shundan keyin shuncha vaqt kuchlari ochilmaganlarning kuchlari ochiladi va asosiy voqealar boshlanadi. Filmda o'sha doktor Benni ham tutib olib hamma ishni qilib ko'radi. Qon oladi, ichini yoradi, a'zolardan namunalar olib, oxiri qonidagi qanaqadir ko'k xromosomani ko'rib qoladi. U zararlangan mutatsion kuchlarni yeb o'ldirayotgandi. Xuddi shu namunalar bilan doktor mutatsiyaga uchraganlarni davolash uchun dori ixtiro qiladi va topadi. Va bu ish beradi. Benda bu kuchlar frontni o'zida uyg'ongan, lekin o'lmagan. Esidan chiqdi. Bendan tashqari kuchlari borlar noma'lum muddatdan keyin ulardi, lekin Benda bunday emasdi. Final jangda Ben qum odam va elektr odamga qarshi jang qilib, ularni zo'rg'a yengadi. Doktor tajribalardan charchagani uchun film juda ham qiziqarli janglarga boy bo'lgan. Boshqa qizil o'rinchak odamlarga umuman o'xshamagan film bo'lgan, chunki film detektiv janglari va juda kuchli syujet ostida chiqarilgan. Bu gapim bilan film fantastik janrini yoqtiradiganlar uchun ham zo'r, detektiv va jangari filmlarni yoqtiradiganlar uchun ham zo'r. O'rinchak Noir boshqa qizil o'rinchaklarga o'xshamaydi. Qizil o'rinchaklarning barchasining ismi Peter Parker bo'lardi. Boshqa multi olamlarda ham bu o'rinchak Noirda bunday emas. Uning ismi Ben Reilly. Qisqa qilib aytganda filmga 10 dan 9 ball qo'yaman. Sizlarga ham ko'rishni tavsiya qilaman. Serial Sony studiyasidan chiqdi va Prime Videoni stream qildi, ya'ni premyera. Bilamiz, o'rinchak odam huquqlari Sonyda. Shu uchun Marveldan ko'ra ko'proq Sony o'rinchak haqida proyektlar chiqara oladi. Marvel chiqarsa bu uchun Sonyga tovon puli to'laydi. Aytishili mumkin, sotmasa bo'lmaydimi deb. Yo'q, bo'lmaydi, chunki Sony sotmaydi. Sotsa ham juda qimmat bo'ladi. Shunday ekan, o'rinchak huquqlari to'liq oddiy Sonyda. Serialda chiqqan yovuzlar haqida qisqacha gaplashsak, asosiy yovuz bu Silverman. Uni hech qanday qobiliyati yo'q, shunchaki boy va mafiya.
qum odam, elektr odam, molten odam va qolgan mutatsiyaga uchrab qolgan odamlarning hammasi unga ishlaydi. Filmda olov odam ham bor edi. Agar birinchi qismda o'lib ketmaganda u ham O'rimchak Noirga yaxshigina muammo bo'lardi. Film oxirida elektr odam bilan Silverman o'ldi. Qum odamni esa Ben boyetgan dorim bilan davoladi va kuchlari yo'qolib oddiy odamga aylandi. Komikslardagi Kingpinni yaxshi bilasiz. Silverman ham Kingpinning alternativ versiyasi hisoblanadi va Kingpinning eng ishonchli qo'riqchisi bu Tombstone bo'lardi. Serialda ham Tombstone chiqdi, faqat qora tanli Bob yana mutatsion kuchlari bilan. O'rimchak odam Thor yangi kun filmida ham Tombstone'ni ko'ramiz. U Kingpinning o'ng qo'li bo'lib chiqadi. Filmda uning kuchlari bo'lishi kutilmoqda. Xullas, serial haqidagi video shulardan iborat edi. Ben Reilly O'rimchak Noir serialida shahar mafiyalariga qarshi chiqadi. Uning jangchilari bilan birga. Asosiy syujet shu, boyatganimdek, ko'rishni tavsiya qilaman. Serial juda ham qiziqarli bo'lgan. Qanaqadir kinokompaniyalardan yoki o'zi umuman reklama yo'qligi uchun har doimgidek o'zimni necha yil dizaynerimni sizlarga tavsiya qilaman. Aventek dizayneri, adashmasam optiklari 3 yildan oshiq professional dizaynerlar hamma ish kompyuterda qilinadi va juda sifatli. O'z vaqtida narx ham yaxshi. Uncha qimmat emas. Lichka va portfolio kanallarini opsiyanida qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz bersangiz bo'ladi. Bugungi videoda sizlar bilan O'rimchak Noir seriali haqida gaplashdik. Video haqida va serial haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsanglar, hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha